Yagona maqsad yo'lida reja va strategiya tuzdim. Men kanaldagi eng pozitiv insonman. Har bir kadrga quvonch va kayfiyat ulashaman. Men so'zman, kanal hikoyalarini yarataman. Men HRman, o'tgan vaqt davomida eng iste'dodli jamoani yig'dim. Biz kanal ko'zlarimiz. Har bir kadrda Navoiyni tasvirlaymiz. Men kanal rejalariman. Har bir g'oyani haqiqatga aylantiraman. Men ovoz kanal yuziman. Maqsad uchun hammamiz birlashib